Bu pankekdan keyin bolajonlarni sevimli oyisi bo'lishingiz aniq. Hozir yumshoqqina do'mboqqina pankeklar tayyorlaymiz. Hozir idishimizga 2 dona tuxum, 5 osh qoshiqda shakar, 1 chimdim tuz, hammasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yo'g'roq massa bo'lguncha aralashtiramiz. Endi idishimizga 250 mg stakanda qatiq solamiz. Xuddi shu stakanda 1 stakan un solamiz. Uni ham solib oldik. Endi hammasini yaxshilab o'rtacha suyuqlikda xamir tayyorlab olamiz. Massa tayyorlab olamiz o'rtacha suyuqlikda. Endi bir pachka razrexlitr solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 5 osh qoshiqda o'simlik yog'i solib, hammasini yaxshilab birgalikda aralashtirib olamiz. Mana shunaqa suyuqlikda massa hosil bo'lishi kerak. Quyuq ham emas, suyuq ham emas. Shunda pankeklarimiz chiroyli bo'lib o'xshab chiqadi. Mana pankeklarimizni bitta qoshiqchadan solib, baland olovda bitta qizdirib olib, keyin sekin pastlatib pishirib olamiz. G'avakcha bo'lib bo'lgandan keyin ikkinchi tomonni ag'darib pishirib olamiz. Mana shu tarzda ikkinchi tomonini ham pishirib olamiz. Juda ham past olovda pishiriladi. Agar baland olovda pishirilsa, kuyib ketadi tagi. O'sha uchun past olovda ikkinchi tomonni ham qizdirib pishirib olamiz. Mana azizlar, pankeklarimiz ham tayyor bo'ldi. Yumshoqqina, mazali, juda ham xohlasanglar asal bilanmi yo murabbo bilanmi mazza qilib yesanglar, juda ham mazali ketadi. Qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham mazali, yoqimli. Bolalar uchun juda ham kerakli pankekchalar. Yoqqan bo'lsa, like bosib ketishinglarni kutib qolaman.